Assalomu alaykum, xayrli tong, hammaga charchamaysiz. Biz Zomin tumanidamiz. Bir dachamizga chiroyli qilib gilamlarni sherdak olib kelib, kesib, tikib, chiroyli qilib beryapmiz. Bir dacha ekan bir. Mana bir kirish joylariga qilib beryapmiz. Uzun hollar bor ekan. Xo'p, mana bu yerda bir xonalar bor ekan, chiroyli qilib berdik mana bu yerlarga. Mana bu yerda bir zallar bor ekan, kattaroq bergan hali remontlar qilib chiroyli qilib qo'yamiz deyishdi. Atmosferaga bir o'zlari ham baho berasizlar. Zomin tog'lardamiz. Tong otdi o'zi. Hop, mana bu yerda kesish tikishlar bo'lyapti. Bularda o'zimiz chiroyli qilib kesib, tikib beryapmiz. O'zimiz katta rulonlar bilan kiyganmiz. Uylari razmerni sherda olib, sherda kesib, tikib beryapmiz. Bular ham bir dona pasport evaziga xarid qilishdi. Buni ajoyib turda gilamlar kerak bo'lsa, o'ylanmasdan 308 ga murojaat qilinglar. Sizlarga ham bir dona pasportga beramiz, xudo xolasa. Kuninglar xayrli o'tsin.